Yeng va kostyum yoqa andazasini ko'ramiz. Demak, birinchi bo'lib qiladigan ishimiz bu tumacha haqqini belgilab olamiz. 3-4 sm. Menda ozgina zapaq o'tish kerak, shuning uchun 6 sm tashladim. Va albattaki siniq chiziq deyilgan narsa bor. Tumacha bitta bo'ladigan bo'lsa, har doim esingizda bo'lsin. Mana bu bel chizig'idan yo 2 sm tepaga tumacha qo'yasizlar yoki 2 sm pastga siniq chizig'inglarni qo'yishingiz kerak. Menga kakras belga kerak, shuning uchun demak men pastga 2 sm tushgan holatda siniq chiziqni beraman. Bo'yin o'yindidan mana shu joyga siniq chiziq beramiz. Sizlarni chalg'itmasin. Demak, endi yoqaga o'tamiz. Buning uchun garlavinadan 10 sm pastga tushamiz tekis chiziqda. Yonga 1 sm yuramiz. Mana shu chiziqdan, mana o'zi tekis turibdi. Har doim mana shu chiziqdan 1,5 sm pastga qiyalatish bergan holatida, demak yoqangiz sizda necha sentimetr bo'ladigan bo'lsa, shuni berasiz. Men unchalik katta yoqa qilmayapman, demak menga 11 sm yetadi. Mana 11 sm dan chiqqan yoqani mana bu yerdagi siniq chizig'imizga nima qilar ekanmiz, tutashtirib qo'yamiz. Mana endi shu yerda qaldirg'ochi qancha bo'lishini siz belgilab olishingiz kerak. Qaldirg'ochlar 3 sm dan 7 sm gacha, ya'ni ochilinishi. Bu qaldirg'och deganda mana bu yoqani anaqasi tushuniladi. Tushunarli, mana bunisi yoqani mana mashti bizada 90 gradus bo'lishi kerak. Bu bizada qaldirg'och deyiladi, qizlarjonlar. Demak, menda hozir mana bu 11 sm bo'ldi. Mana bu 1 sm bo'ldi esa 10 sm bo'ldi. Ana endi spushinni yengini qilishimiz kerak. Spushinni yengi bizada qizlarjonlar yelkadan chok haqi bilan 30 sm da bo'lishi kerak. Tekis holatida 21 sm tushamiz. Ichkariga 1,5 sm kiramiz. Mana shu spushinnilarda, abayalarda ko'pincha qo'ltuv tor bo'lib qoladi, boshqa bo'lib qoladi. Mana shunaqa narsalar bo'lmasligi uchun qizlarjonlar, har doim men asos bilan ishlaylar deyman. Nimaga? Qaranglar. Mana bu qo'ltiq o'yindi va bel. Mana shuni qoq o'rtasi, mana strelka. Mana shuni qoq o'rtasidan xoh men bitta bo'lsin, xoh men bitroqdan bo'lsin, endi bundan pastga tushib ketmaydi anaqa yengi. Mana shunaqa bundoq aylaninglar, shu yerda bo'lish kerak. Tushunarli, mana. Aylaninglar. Strelkasi mana shu yerda bo'lish kerak. Ya'ni qo'ltiq o'yindi bilan belni qoq o'rtasidan agar shuni qilsanglar, sizlarning spushinni yenginglar idealni pasatkada chiqadi, ya'ni tortishib qolmaydi. Bo'ldi. Mana bunaqasiga qilib tushiramiz. Va bizani spushinni yeng va kostyum yoqali andazamiz tayyor bo'ldi. Bichib bo'lganinglardan keyin men asosda ko'rsatyapman qizlarjonlar. Mana bichib bo'lganinglardan keyin mana bu orqa, mana bu oldi. Yelkasi ulangan holatda turibdi. Mana men kirgizib qo'yaman chok haqini. Demak, yelkasi ulangan holatda turibdi. Biza ikkita narsasini o'lchab olishimiz kerak. Birinchisi, bu bizada qaldirg'ochi necha sentimetr bo'lishini xohlayotgan bo'lsangiz, qaldirg'ochini shunchasini belgilaysiz. Men 4 sm belgiladim. Demak, mana bitta bizani qaldirg'ochimiz bo'lyapti. Endi o'lchaydigan joyimiz nima bo'ladi? Birinchisi mana bittan bunda aylantirib olib kelamiz. 18. Qizlar, men bitta yozib ketiraman. Mana demak, bo'yin aylanamiz. Mana bu yelka, mana bu anaqa chizig'igacha, demak bizada 18 sm bo'lyapti. 18 sm dan, ya'ni mana bu joyinglardan qaldirg'ochgacha bizada 7 sm bo'lyapti. Bizga kerakli yoqa uchun kerakli bo'ladigan o'lchamlar shu. Demak 18, 7 va 4. Yoqamizni bichayotganimizda mato 4 qavat bo'lishi kerak. Buklov va buklov holatda turishi kerak. Men hozir sizlarga andazasini ko'rsatyapman.
andazasini qilib olib turib, bemalol matoga tushirib olsanglar ham bo'ladi. Oldin tekis holatda chiziqlarni chizib olamiz. Xo'p, endi yoqamizni kengligini topamiz. Har doim yoqalar o'zi 8 sm dan 13-14 sm gacha bo'ladi. Bizani hozir kostyumimizga 8 sm ham yetarli. Birinchi bizada 18 sm bor edi. O'shani qo'yib olish uchun pastdan, ya'ni mana bu pastdan tepaga 2 sm qiyalatish uchun chiqib olamiz. Mana mashitdan 18 sm-imizni mana chizib olamiz. Mana 18 sm chizib oldik. Ana endi bizada 7 sm bor edi. Mana shu 7 sm shunaqa joylashtiringki, qizlarjonlar mana qarang. To'xtagan joyi mana 7 sm shunaqa joylashtiringki, siz joylashtirgan joyingizdan tepaga o'sha 4 sm qaldirg'ochingiz tushishi kerak. Tushunarli? Mana Mana 18, 7, yo'la 4. Bo'ldi, bizani demak yoqamizni andazasi tayyor bo'ldi. Mana qizlarjonlar, demak yoqamizni tekshirib olish uslubi mana shu 7 sm-imizni ko'ryapsizlar, taqa-taqi kelib beryapti. Mana bu 4 sm qaldirg'ochi mana ko'ryapsizlar, bir xil chiqyapti qaldirg'ochi. Mana bu yog'i mana orqasiga ketadi. Tushunarli? Yoqamizni shunda turish holati qanaqa bo'ladi? Mana qarang. Turish holati demak mana bunaqa bo'ladi. Bu tikilinadi. Mana turish holati ko'rdinglar qizlar? Yoqinglar juda chiroyli chiqadi. Ayniqsa mana shu men aytdim, bir xillarni qaldirg'ochi yirilib ketadi-da, noto'g'ri olinadi. Noto'g'ri olmasanglar mana cho'tki bo'lib chiqib beradi. Yana ham ko'plab ma'lumot olmoqchi bo'lsanglar, astarli kiyimlarni, kostyumlarni, ko'zinglarni chirt yumib tikmoqchi bo'lsanglar, modellashtirish kursimga tezda yozilib oling. Kuzgacha biz 70% chegirmani berganmiz. Ulgurib qoling.